menimcha bu zilni tanimaydigan odam bo'lmasa kerak. Hamma sho'pirlarimiz taniydi. Ibrohim aka, Oybek akaning ukalari. Bu zil sotilar ekan. Hozir bu zilga sizlar bilan necha pul ketganini qisqacha Ibrohim aka o'zi tushuntirib beradi. Motorli Ural, Aha. balonli beskamer. Balonlar beskamer, polni. 10 tali beskamer. Karobkani ko'rsataylik, teganini ko'ramiz. Karobka razalkali karobka, katta mos qo'yilgan. Katta mos 38 talik. Polni beskamer, orqa desorli marzesor. Marzesorli qo'yilgan. Stabilizatorlari bor. Ko'k stabilizatorlari bor. Energiya havo qo'yilgan, polni, hamma yo'q. Marzesor. Orqalarida salonni o'tamiz. Polni ko'zi, monitor, video registrator. Mana mashinani bu mashinada deydi-yu, ana yil bo'lmaydi bu mashinada sostenib bo'ladi deydi-yu. Gap yo'q. Uncha-munchasiga emas bunaqa mashinani olib yurish. Eng qiziq joyiga keldik. Bu mashinani shu holatga keltirguncha necha pul rasxod qildinglar? Rasxodimiz o'sha 17800 so'm bo'lgan. Necha pul deyapsizlar endi buni? Mashinaga 19000 so'raymiz, olganimiz odam kelishdi beramiz. 17800 rasxod qilingan ekan, mashinaga 19000 so'rayotgan ekanlar. Bemalol kelsanglar, oladigan ish qog'ozi bo'ladigan bo'lsa yuborib qo'yamiz, zilchi tanishlarga yo boshqa shopirlarga yuborib qo'yamiz. Ish qog'ozi bo'lsa kelib ustida bemalol gaplashsanglar bo'ladi. Yana bir narsa, bu ham o'zimiz Andijonda ishlab chiqarilayotgan FAV modeli 7 tonnalik 6 kubalik FAV model hisoblanadi. 100 ming kilometr yoki 3 yilgacha garantiya beriladi. Akangiz qiziqdilar, akangiz yilini sotaman. Nasib bo'lsa mana shu mashina qiziqdi deganlar uchun mana hozir kelib dadingiz ham haydab ko'rdilar, xudo xohlasa o'zingiz ham haydab ko'rasiz. Yo'qsa, mana shu mashinadan tavsiya qilamiz. Sizga rahmat. Sog' bo'linglar. Bu videoni ko'proq o'sha sho'pirlarga, katta mashina haydaydigan sho'pirlarga yuborib qo'yamiz. Zil kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Yangi mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, unday aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat.